Hammaga assalomu alaykum. Tanimaganlar uchun o'zimni tanishtirib o'tib ketaman. Ismim Shahina. Londonda yashayman va event koordinatorman ayni damda. Lekin asl backgroundim textile design. Textile'da BA graduate qilganman. Saidjon aka, rahmat taklif qilganingiz uchun. Sizga rahmat. Rahmat, xursand bo'ldim. Oldindan aytaman, bu temada anchadan beri speaker bo'lganim yo'q. O'g'it. Anchadan beri o'zim sohamda gapirib berganim yo'q, workshoplar qilib turaman, lekin gapiraman, o'sha uchun sal hayajon bor, to'g'risini aytgan o'rtaman. Xo'p, davom etsak, bugungi temamiz ko'p kishi tekstil deganda adashtiradigan fashion so'zi. O'zi umuman tekstil nima? Nimaga bilishimiz kerak? Tekstilda nimalar qilinadi? Qaysi sohalarga ulangan? Shu temalarni gapirib o'tib ketamiz. Boshlashdan oldin savol bersam, bu tekstil deganda sizlar nimani tushunasizlar? Material, mato, siz aytganingizdek, mana fashion bilan ishlab chiqarish ancha tushunarkansiz. Manimcha ipiga kirish tushunaman, keyin ipiga kirishdan qanaqadir shaklda matoga o'tish tushunaman. Ranglarni tushunmayman. Yaxshi, Rashid. Menga tekstil deganda menga aniq keladi. Fabrika, katta fabrika, apparatlar ishlayotibdi, bu yerdan paxtadan, bu yerda materiallar bo'lib, keyingi xonada ayollar tikumachilik anaqasilari bilan o'tirib aralab qilib, o'sha tekstil deganda keladi. Tushunarli. Значит, anaqa oxirgi etapini tushunarsiz. U tekstil eng oxirgi etapi, o'sha mashinkalarda chiqarilayotgan momenti demoqchiman. Ungacha hozir bo'ladigan prosesni tushuntirib ketaman sizlarga. Xo'p. Paxta ekishdan boshlangizmi? Yo'q. Jamunchalik bormaymiz lekin. Umumiy O'zlarini tanishtirishdan boshlayman. O'zimni tanishtirib o'tsam, 12 yoshimda bu yerga ko'chib kelganman. Textiles University for the Creative Arts'da Fashion for and Interiors'da graduate bo'lganman. Ya'ni fashionga ham interiorga ham textiles ham o'taveradi. 24-yilda esa o'zimizni event agentsiyamizni setup qilganmiz. O'zimizni o'sha o'zbek diasporamiz uchun. Endi mana bu ozgincha eski rasmlarim ham bor, universitet vaqtimdan qilgan ishlarim, ko'rgazmalarim. Xo'p, asl textilesda specialism ko'p. Men to'qimachilik bo'yicha specialize qilganman. To'qimachilik deganda mana bu o'zi ko'p narsa to'qiladi, lekin birinchi etapi hamma narsa avval to'qiladi yoki faktorda ishlab chiqariladi. O'sha ipdan, o'sha threadsdan. Gilam tikishmi, to'qishmi? Gilam so weaving, I don't know how to To'qish. So gilam to'qish ham to'qish, faqat u boshqacha to'qish. Usullari ko'p, buni hali tushuntirib ketaman. Men matoga asoslangan qilaman. Gilam to'qishi metodi sal boshqacharoq. Xuddi ITni hardware bilan software dedingiz-ku, xuddi shunga o'xshaydi. Lekin ikki xil usul. Sizga oxirida savol beraylikmi, orada berib ketaylikmi? Orada agar temada bo'lsa-da. Xo'p, endi textiles bo'limlarini aytib chiqsam. Textiles bu mato, o'sha matoga ishlatiladigan material, fiber degan ma'noga olib boradi. Bu fashion emas, ko'p kishi fashion bilan almashtiradi. Hattoki angchanlarni o'zi ham o'qib yurgan paytlarim yoki ko'rgazmalarda agarda bu o'sha o'zimni sohamda asoslanmagan bo'lsa, yoki pososlar yoki umumiy korporativ yig'ishlarda sohamni aytsam, so you do fashion deyishadi. Menga yo'q, fashion emas. Yo'q, tushuntirib beraman. Keyin уже hozir eventga o'tib ketganim uchun u tema to'xtab qoldi. Lekin baribir tushuntirib ketmoqchi edim, chunki ko'p kishi fashion bilan tekstilni adashtiradi. Textiles bu matoni yaralishi, fashion bu matoni yaralganni produktga aylantirishi. Tushuntira oldimmi? Xo'p. Qanaqa specializmlar keladi? To'qish, mana qilgan birinchi kursdagi ishlarimni ko'rsatsam, ularga qarab ko'rsatamiz. Matoni to'qiysiz, mana mashinkada to'qiladi. Weavingga kiradi. Knitting, mana
bu buvilarimiz yoki umuman qilish yaxshi ko'rishadi. Mana bu knitting deyiladi. Bizada keyin felting bor. Felting bu igna bilan ipni такой titilgani bo'ladi-da. Mana qo'yi deylik, o'sha like shipni junini olasiz-da, bunda katta tarog'i bor o'zini. O'shani tarab fiberni mayda qilasiz. Keyin uni rang berib, har xil dizaynlar qilib igna bilan qilasiz. Ya'ni bu yerda kirgizasiz, bir-biriga ulaysiz. Bu yerda glu, hech qanaqa yopishtirg'ich ishlatilmaydi. Ignani просто bir-biriga qilganingiz sari fiber bir yopishadi o'ziga. Da, zijitadi. Qo'g'irchoqning sochi masalan kirganda, to'g'rimi? Yo'q. U qo'g'irchoq sochi boshqa. Mana masalan craftlarda ko'rgansiz, yoki 99p shoplarda, poundlarda craft anaqa bolalarni mayin matosi bor, такой felt materiali bor, ko'rganmisizlar? Qilgan bo'ladi. Da, felting, hozir felt fabric deb yozsanglar Google'ga chiqadi. O'shalar mana shunaqa tayyorlanadi. Anaqa bor-da, katta yungni bir yozib shakliga olib keladi. O'shalar. Shunaqa. Endi men buni hozir buni такой dizayn sohasida kiritilganini qo'ydim. Atak mato qilib bo'ladi buni. Uyda o'zingiz ham qilsangiz bo'ladi. Endi printing, bu printing. Hozir printing kimda bor? Hech kimda printing yo'q. Yo'q, siznikida shopirimda bor-da. Mana bu printing. Mana bu ustiga qo'yilgani, mana shu screen printing bilan qilinadi. Printing specialism juda ham yaxshi olib ketadi. Weaving ham, lekin printing mo taniqliroq, mo digital base bo'lgani uchun ish talabi printingda. Hozirgi industriyada, tekstilga kerak. Tez bo'lgani uchun ham printingda ketadi. Lekin uni protsessi uzun. Da. Ozgincha kuting. Yo'q. Okay. Xo'p, printing aytdim, dyeing. Dyeing bu ham bir specialism textilesda. Dyeing, like applying color to the fiber, applying color, working with color, working with chemicals. Bu color beradiganlar har xil nimada bo'ladi. U ham ikki xil, bittasi natural dye'lar bor, bittasi chemical dye'lar bor. Natural dye'lar faqat natural ranglarni, o'sha plant based mevalar, daraxt, o'sha barglar, ulardan ranglarni anaqa qilishadi. Ularni rangi endi nimaga apply qilishingizga bog'liq. Matoga bo'lsa sal mutli chiqadi. Ipga ham shu, lekin uni protsessi bor. Har bitta apply qilinadigan o'ziga rangni set qilish uchun. O'zbekistonda ko'proq bizada mana ikat matolarimizda natural ishlatishadi. Anor, har xil gullarni, daraxtlarni, ba'zi bir ranglar bor, ularni olish qiyin. Ulardan ximikat o'sha momentda ishlatiladi. Mani protsessimda ximikat ishlataman. It's not healthy, it's not sustainable, but it's the only way I can apply color to the silk. Silk is, as you know, very expensive. Ishlash anaqa prosessi requirement high bo'lgani uchun va silkni materiali, fiberi rangni tortib olishi qiyin. Bunga chemicalslar ko'p required. So hence it's more expensive. O'ziga rang olmaydi-da, hech kimlar. Yo'q, da. Turib keyin berib olib, keyin qotirib olasiz. Shunaqa, cotton masalan eng yaxshi har tomonlama. Cottonni ozgincha bo'lsa ham rang bersangiz, hammasini olmasa ham ozginchasini oladi. Silk tezlik olmaydi. Set qiladi. Kiyimlarimiz silk bo'lsa, kir bo'lsa tushib ketadi, cotton bo'lsa dog' qoladi. Dog' qoladi, da, absorb tez oladi, da. Xo'p, embroidery bor. Mana ustingizdagi Oxford so'zi teksti mashinkada embroidery qilingan. Kelib chiqilgan, bu embroidery kiradi. Masalan, to'ylarda yoki umuman matolarda biserlar ko'rasizlar yoki naqshlar ko'rasizlar yoki masalan mana milliy tradisional kiyimlarda embroidery ko'rasizlar. Mana
buxarskiy to'yona kiyimlarni ko'rganmisizlar? Ana cho'pon bor, tilla cho'pon. Tilla cho'pon, o'sha embroidery. O'shani embroidery bir turida. Endi hozir Qora cho'pon edi-yu. Suzani ham embroidery. Embroiderylarni turi har xil. Suzani bor, O'zani ana pop-upda. Ama tepaga yilib qo'yadigan. lekin o'sha qilinadigan ishi, Madina kasada qilinadigan ishi bu embroidery. Embroiderylarni ham turi har xil. Ya'ni qancha sohasini ichiga kiraversangiz, bo'lib ketaveradi. Xuddi gul emas, turi ham har xil. Turi ham har xil. Bisirlar, faqat bisir bilan ishlaydiganlar bor. Faqat bisir ham mashinaga kiradi. embroideryga kiradi. Ya'ni Ana qo'limga taqadigan. mana roza deylik, rozada, rozani ranglari har xil. To'g'rimi? Roza gulli rangi har xil, rangi har xil. Endi hozirga qaysi eksempl berishni bilmayman. Har bitta soha ham shunaqa. Rangi har xil bo'lganda programmasi ham ishlab chiqilishi ham har xil bo'ladi. Endi buni aytib o'tdim. Yanada batafsil aytmoqchi edim. Bu ikkinchi kursimda qilgan ishim. Bu yerda men mashinkada to'qiganim, mashinkada hali ham turibdi. Textiles natural fiber bilan, ya'ni cotton fiber bilan non-natural man-made materialni mix qilganman. Ya'ni plastik, ana fish baliq tutganda ishlatiladigan ip bor. O'sha fish line, o'shani ishlatib, mana shu eksperiment qilib ko'rganman. Chunki natural bilan non-natural kelishib ketsa juda ham qiyin. Uchun sizlarga hozir mana example ko'rsataman desam, men buni qarashingiz mumkin. Faqat chetdan ozgina tegilasizlar, chunki izni tez oladi. Bu ishim ikkinchi kursimda eksperimentalniga bo'ladi bizada. Har xil materiallar bilan eksperimentlar qilamiz. Buni hozir qani? Hozir naqshiga qarayapman tushuntirishim uchun. Buncha ko'rinmas ekan, lekin to'qiyotganingizda bir tomonida rangi ko'p ko'rinadi, ikkinchi tomonda rangi kam ko'rinadi. Setapligiga qarab, satin va satin degan so'z eshitganmisizlar? Mana satin silk bor deyiladi. Satin. Bu nimaga aytiladi? To'qiyotganingizda matoni mashinkada setup qilganingizda, mana hozir chizib ko'rsataman. Tasavvur qiling, oldingizda to'qiydigan mashinka turibdi. Mana uzun ip ketadi, osilib turadi. Mamlakatiga qator chiziqlar ketib turadi. O'sha qator chiziq tiqilib chiqadi. O'sha uzun qatori nomi warp deyiladi. Endi inglizchada bu, rusiyada bilmayman. Warp deyiladi. Mana shu uzun birinchi qiladigan ishi shu. Birinchi. Keyin matoni mana bunaqasidan, ya'ni orasiga kirgizib to'qiladigani weft deyiladi. Weft deyiladi. Mana shu uchun weft facing or warp facing. Endi men o'zbekchasida nima deyiladi? Ya'ni to'qiyotganingizda mashinkaga, sistemaga nima naqsh ishlatsangiz, agarda ipni naqshi chap o'ngdan keladigani ko'proq bo'lsa, yuziga ko'proq beradi. Orqa tomonda warpni ko'rasiz. Agar yoki siz tuzgan naqshingiz, masalan, mana bu bitta singlda bu. Singlda qilingan naqshda bundan weft o'tmayapti. O'sha uchun siz faqat yuzini ko'ryapsiz. Bu warp face deyiladi. Tushuntira oldimmi? Agar bunaqa o'tmagan bo'lsa, bu qanaqa qilib unda bu prosta bu abstract work. Buni prosta men buni naqshiga e'tibor berganman, to'qilishiga emas. To'qilishi mana bu yerda. Olish masalan ipni o'zi, bu ipni o'zi, ipga naqsh berilgan. ip borib chiqadi. Mana bizani o'zbek matolarimizda e'tiborni naqshga berishadi. Ya'ni rangiga berishadi. Rangiga naqshi berilgandan keyin uni to'qiyotganda plain weave ishlatishadi. Ya'ni plain weave xuddi chassi bordi bor-ku, kirib chiqadi-da. Bu plain weave deyiladi. Oddiy weave. O'sha plain weave ishlatishadi. O'shanda naqsh bir xil chiqadi-da. Agarda masalan ikkita ip sakrab, uchta ip tagidan, ikkita ip sakrab, uchta tagidan o'zi naqsh o'zgaradi. Mana shuni ko'p tushunsa bo'ladi. Mana ko'rsatib beraman. Facing degan o'shanda ham paydo bo'ladi endi. Mana buni ko'rishingiz mumkin. Bu face ikkinchisida ham
orqasi bilan oldinni ikki xili Shunday ko'rsanglar qarang, bo'ladi. mana silk Da, modellari. bu naylon. Nayloni. Da, fishing line. Katta ekanda, oldin laynga. Naqshi o'zgarishi har xil bo'ladi. Masalan, kiyiminglarda ham ko'rsa ichi boshqa, tashqarisi boshqa. Astari boshqa, da. Mana shu o'sha satin va satin so'zi SATIN bu warp facing, satin ikkita i bo'lsa, bu west facing. Degan. Ha. Ya'ni detalga kirib ketsangiz shunaqa. Nimani bildiradi bu? Maton turini bildiradimi satin? Bu prosta eksperiment. Satin bu satin va satin matoni termini tushuntirganimda qaysi ko'proq facing, ya'ni Bekendchimiz deb to'qilishiga qarab turib, yo'q frontchi bo'lasiz, rahmat. yo'q bekendchi bo'lasiz. Rasmi Node.js'da uni ham buni ham yozsangiz bo'ladi deyaptilar. Faqat sen qayerga ko'proq urg'u berishingga qarab, qaysi tarafga ish ko'proq qilganiga qarab, yo'q frontchi bo'lasan, yo'q bekchi bo'lasan. Shunaqa. Ba'zida mana o'zi Osh tuzasizmi deganda. Osh yana aytishlikda bo'lmasa bu yerda. yana bitta hozir men sizlarga mana variant ko'rsatishim mumkin. Mana bu sakras yuzma-yuz ko'rishinglar mumkin. Mana leskasi bor ekan. Mana bu tagidagi naqshi vobda bu chorniyroq chiqqan. Orqa tomoni. Bu yuzidagi bir xil ip ishlatganman ikki tomoniga ham. Lekin mana bu wefni ko'proq ko'ryapsizlar-da. Bu yerda lunga setup qilgan wef anaqani vob ko'ryapsizlar ko'proq. Da bo'ldi. Anada ikkita o'tkazganingiz, uchta o'tkazganingiz hisobiga ishlab ko'ryapmiz. Yo'q. Mana bunda ko'proq undan chapga o'tkaziladiganini ko'rsatish xohlaganman rangini. Tagidagi rangni emasda. Anunda esa teskarisi. Unda tagini, bunda yuzini ko'rsatmoqchi bo'lgan. Tushuntira oldimmi? Hozir qancha vaqt ketadi masalan mashina o'zini qilganingiz? Xo'p, mashina o'zi menga endi kraskasini olsangiz, har bitta ip kraska qilib, qancha rangi ko'p bo'lsa, shuncha ko'p vaqt ketadi. To'qilishi, mashinkani setup qilishini hisobga olsangiz, kamida shu 2 hafta ketadi. Shoshmang, mana shu ikki barobar narsaga 2 hafta ketadi. 2 hafta ketib qo'ygan. 2 hafta ketadi. Siz hozir bitta ipni ranglab, bitta ipni o'zini har xil rangga bo'yaysiz. Da. Ikkiga uni o'tkazasiz. Da. Ya'ni har safar har xil rangli ip o'tkazmaysiz. Da. Hozir juda ham ko'p ketyapti-da. Endi 2 hafta ketib qo'ydi. Endi tasavvur qiling, sharh qilishlari. Yaxshi savol. Buni maqsadimi? Xo'p, men bu sohani o'qishni boshlaganimda, mana matolarga e'tibor bersanglar, ba'zilari cho'ziladi-da eniga. Unga cho'zilmaydi. Buni hammasi to'qilishiga bog'liq ekanda. Men o'shani to'qigan, o'rganganimda tushunganman. Значит, material mana bunaqa qilsa, значит, mana bu ishlayapti degan narsani tushunganman. Menda tekstilga o'zi qanaqa kirganim ozgincha orqaga qaytsak, uyda bizada hamma umumiy olganda kreativ oila biza. Lekin onam tomonidan ko'proq o'sha xolamlar suzanlik qiladilar, oyimlar menswear specialist, buvimlar ham tikuvchi bo'lganlar. Qonda borda. Men yukiga kelganimda tilni o'rganayotgan vaqtim, tilam bo'lgan, rivojlanayotganda menda art eng kuchli tomonim bo'lgan. Xonam ancha rolini o'ynab qo'ygan, adam tomonidan ham grafik dizaynerlar, arxitektorlar. Artdan o'zimni yaxshi ekspress qila olardim. Universitetni borib tanlaganimda, ana u eski lumlar borib to'qiladigan. Shundoq ko'rib, mashina ishlatgim kelyapti deganman-da, o'shda o'zida o'rgangim kelyapti. O'sha tanladim, o'qishni boshladim. Printerlar ham mana bu to'qilgan ishga, to'qilgan matoga print qiladi-da. Weaver nimasi yaxshi? Matoni qanaqaligini tushunsa, ustiga print ham qila oladi. Men umumiy olganda ikkitasini bittada urib olganman. Printerlar matoni qanaqa ishlatilishi tushunmasa, matoni cho'zilishiga qarab ular print qiladi. Men ikkalasini ham qila olaman, chunki qaysi nima ishlashini bilaman. Endi printingning o'zining ham specializmlari bor. Da. Maqsad deganda siz aynan qaysi ma'noda so'radingiz? Sal uzoqlashib ketdim. Research qilyapsiz. Buni bitta mashinkaga qo'ysangiz ham oldin ham bo'lib turgan, hozir ham bo'lib turibdi. Buni test bo'li klipkaroq,
zamonaviyroq narsa yaratish maqsadida resurs qilasizmi? Da. Bu hammasi mana birinchi, ikkinchi kursdagi, uchinchi kursdagi ishlarim. Bu yerda biz ranglar bilan ishlashni o'rgangan momentimiz. Agar qarasanglar, naqshlari ham o'zgargan, naqshlarni o'rganayotgan bu example samplarimda va materiallar bilan eksperiment qilayotgan vaqtim. Research bizga berilgan, temalar berilgan, tema bo'yicha ishlab ketganmiz. Matolarni chiqarish maqsadida. Foydaliroq. Endi har bitta dizaynerni o'zini yo'li borda. Kimlargadir matosi yoqsa, matosi bilan ko'proq ishlaydi. Kimlargadir qaysidir to'qilish elementi yo'qsa, faqat o'sha elementni ishlatadi. Hammani o'zini fishkasi bo'ladi deydi-yu. To'quvchilarda ham xuddi shu narsa. Mani fishkam masalan, mana bunaqa abstrakt ishlar yaratish. Bu temaga ham yetib kelaman. Nimaga bundan chiqib ketgan? Men buni universitetda qilgandan keyin qayta mashinaga o'tirmadim. Chunki meni ishim o'zi abstrakt bo'lib ketdi. Buni ham tushuntirib o'tib ketaman. Ertalab aytib berganku, olib qo'yadi qizni, o'zini uyda saqlaydi, keyin aloqa qilishga bermaydi, faqatgina u gilam tikadigan bo'ladi. O'sha ekanda gilamning ichida message olgan bo'ladi. SMS-ni gilamga yuboradigan bo'ladi. Faqat o'sha anaqasini to'g'ri to'qisa, bu o'qiganda o'qoladigan yozuvlar ham chiqar ekan. Xo'p. Weaverslar nima qiladi? Ko'pincha biz qishki matolar yoki umuman to'qiladigan dekorativ matolar bilan ishlaymiz. Bizning ishimiz nima deydi? Materiallarni, yarnslarni yangisini ishlab chiqarish, printerlar o'shalarga print berish, yangi print ham anaqa qilsa bo'ladi, tekstlar, tekstchaga, materiallarni behaviorsiga ko'proq e'tibor beramiz. Masalan, UKda, endi men UKnikini ko'proq o'rganganim uchun O'zbekistonnikiga shu oxirgi kurslarga kirib keldim. O'zbekiston tekstilni o'rganganimda UKnikini yaxshiroq tushunaman. Bu yerda weaving juda yaxshi ketadi. Chunki mana Skotlandda ayniqsa o'zlarining shiplari, o'zlarining naqshlari, hamma narsa to'qilgan. Ularda вообще zo'r ketadi. Ularni hattoki o'zini shunday ko'rdingiz ham bilasizku, British formasi bor, naqshi bor o'zini. Ular hammasi weavingdan qilinganda. Ruchnoy qilinganda problemani решать qilish bizada matoni tushunsangiz, problemasini qayerdan nimaga va mana bunaqa elementlar qo'shilmayapti tushunib bersangiz, u yog'ini qolgan odam keyin olib ketadi-da. Keyin endi sizlarga to'qiladigan mashinkalarni ko'rsatib bersam. Hammasini ishlatganman. Faqat men bu Inkling Loomdan tashqari mana beltlaringiz Inkling Loomda to'qiladi. Mana shunaqa kichkina Loomda. Qattiq bo'ladi. Kichkinalar uchun o'sha uchun ingichka qilingan anaqa ishlashi ham osonroqda. Kichkina, quite fiddly, but it's doable. Birinchi bo'lib Cantomarchda to'qiganman. Mana shularning hammasi mana Cantomarch Loomda bo'lgan. Yo'q, uzr, Table Loomda bo'lgan. Table Loomda. Mana bu chetdagi anaqa chiziqlarni ko'rasizlar? Mana shu naqshlar uchun kontrol. Mana bu o'rtadagi ip o'tgan joyi o'tishi deyiladi, read. O'sha yerdan matoni o'tkazasiz. Bu table naqshni table loomni ishlatgandan keyin Cantomarchga o'tdik. Bu yerda уже siz mana tepada qo'lingiz bilan tikkan bo'lsangiz, materialga nima qilishni aytgan bo'lsangiz, bu yoqda oyog'ingiz bilan qilasiz. Xuddi pianinoga o'xshab tagida bosasiz. Oyog'ingiz butun qo'lingiz ishlayapti, butun oyog'ingiz ishlayapti. Bunda hammasi qo'lingizda, bu ham qo'lda. Buni ko'proq workshoplarda, takoy yosh bolalar uchun ishlatishadi. Eng oddiyrog'i tapestry loom. Bilan o'xshasini. Qilganiga yoshligimizda. Gilam topishadi. Istoriyamiz bor. Yo'q. Instagramga a'zo bo'lsin. Shunaqa. Xo'p, endi tapestry loomni nimasi yaxshi? Bu yerda mana agar gilamlar, takoy naqshlar ko'rgan bo'lsanglar, har xil daraxtlar, gullar ko'rasizlar. Chunki ularning naqshi anaqa figurasini limiti yo'q-da, demoqchiman. Bu loomlarda restriction bor. Bu yerda ko'proq geometric shape ishlashasiz. Ularga anaqa curve berish qiyin. O'zingiz to'qiyotganda har bittasini o'zidan kontrol qilmasangiz,
u qiyin. Shuning uchun tapestry room for creativity is good. Qolgani hammasi mana bilan hammasi controlled. Endi rivojlanamiz. Yanada kattaroqga o'tamiz. Dobby loom, jacquard loom. Hozirgi kompaniyalarda, factorylarda faqat jacquard loom ishlatiladi. Dobby loom mana bu anaqani ko'ryapsizmi? Takoy sim ketgan uzun. Sim emas, endi taxtada xuddi kodingga o'xshab nuqtalari bor. Bu naqsh etilyapti mashinkaga nima tikilishi. Uni qo'lda qilib chiqasiz. Template'ini qo'lda beradi. Qo'lda qilasiz. Xo'p, bunda ham to'qiganman. Bunda bitta nima bor? Mana bu rozvoy hozir ko'rganinglar. Yo'q, bu emas. Mana bu rozvoy o'shanda to'qilgan. Rozvoy to'qilgan chunki bunda shaftlari ko'p. Ya'ni o'sha ipni o'tkazadigan etapi, ya'ni qanaqa desam, mana kitobi varoqlari ko'p bo'lganda, mashinkaning ham varoqlari ko'pda, bitta rangni bitta varoqga tiqa olmaysiz. Har xil varoqga tiqib chiqishingiz kerak. O'shanga o'xshab buni ham ko'pda, o'sha uchun katta naqshlar, ko'proq rang kirgizadigan bo'lsangiz, mashinkangiz ham o'shanga qarab kattalashaveradi. Qancha mashq qilganman, bu yerda noodatiy naqshlarni bera olishimiz mumkin. Aylana qiyinroq bo'lmagandan tashqari. Jacquardda любойni qila olasiz. Jacquardda просто mashinkaga qo'yasiz, patterni berasiz, bo'ldi, mashinkani o'zi o'qib chiqarib beradi. Siz faqat uni kontrol qilib turishingiz kerak. Rangi ham o'zi. Yo'q, rangini o'zingiz qo'yasiz, o'zingiz qilib berasiz. Mana ustidagi printlari bo'lsa agar, bu tomondan qilib ketadi. Endi naqshi qanaqa qilinadi desangiz, mana bu yerda chizilgan qancha ipdan qanchadan necha santimetr mana bu yerda naqshlari bor. Men bu 1-2 ni qaytarasanda, men mashinkaga aytibman-da, qanaqa chizishi. To'qilganda shu naqsh chiqadi. Bitta nechta layer bo'ladi mashinkangizda? Bittagina layer bo'lyaptimi hammasi? Yo bir nechta layer bor? Xo'p, oldingizga kelgancha endi blokka bo'ltiysiz to'qishingizni. Mana menda nechta blok bo'ldi? 4 tami, 3 ta blok. Blok, it's okay. Siz blokni ichida aylantirishingiz mumkin. Men aytmoqchi bo'lganim, masalan, men 3 ta ip olib kelganman-da, tepasi bilan tagiga boshqa rang qo'yib yuborganman-da, orada bundoq kelib turib ichkariga kirgizayotganda o'rtadagi layerga tashlab bekitib qo'yib shunaqa qilish mumkin. Uni mana bu qiladi sizga. Mashinkaga aytasizda, shunda oyog'ingiz bilan ko'targaningizda o'sha ranglarni ko'taradi, keraklisdan o'tadi, qolganini tushiradi. Pastda qoladi, yana almashadi. Ya'ni mashinkaga aytasiz. Men bu taxtaga har bittasiga o'tirib anaqa chiqardim. Naqshlarimni qoqib chiqardim. Men bu chizilgani men bulari bor. O'shani adashmasam 12 tasiga terasizda. O'sha 12 tasiga mana shuni qator qilib terardim. 12 tasidan keyin o'sha paftor o'zi ketardi. O'tirib chizib chiqasiz. Keyin olib yana o'zgartirasiz. Klassga o'xshagan narsa. Asalni qolasizda obyektlar. Da. Jacquardda nimasi yaxshi? O'zingiz setup qilasiz, bo'ldi, ketdi-da. Hozir ko'p odamlar jacquardda ishlaydi. Factorylarda ham ko'p narsa jacquardda ishlatiladi, chiqariladi. Mana bu oddiy matolar ham jacquardda chiqariladi. Kreativlar kantamarshda chiqariladi. Endi bular ko'proq qo'lda lekin. Voy, sorry. Endi boyagi gilamni so'raganinglar. Bu qaysi lumda qilingan? Bu etiketdan o'zim ekan. Oya, oddiy. Table emasmi? Buni bilaman, o'sha bo'lishi kerak. Qaysi? Tapestry roomda. Tapestry roomda qilinadi. Bu yerda warp boyagi base doim oq bo'ladi. Doim oq bo'ladi, chunki ular rang apply qiladi. Masalan, men warp apply qilayotganimda oddiy qilishim mumkin. Yoki rang berishim mumkin. Gilamni rostdan aytsam to'qishga men sabrim yetmaydi, chunki Men bularga katta ketgan. Nima Buxoroda bilasizmi, nima bo'ldi? Bitta gilam do'koniga kirdik-da, qolganiga kirmaylar dedi, shu qilinglar dedi. Mashina ko'rdik, ichkariga kirib. Faqat mana kichkinagina sholcha bor ekan dedik. Xudo qarab, "Voy, mana kichkina zo'r ekan, nech bo'lsak 30 ming" dedi. So'mda emas-da. Tushundingizmi? Devorga ilib qo'yibdi. Devorga mana shu stolni yarim stol degan ilib qo'ygan. U уже 6 xonali son. Ya'ni 5 xona ham emas. Dollarda. Dollarda aytyapti-da.
Xudo qarab o'qiyotamiz. Eng qimmatingiz qaysi desa aytmayman dedi. Mana bunisi taxminan 250 ming dedi. Bu yerda nimani ko'rdingiz? Ishlash jarayonini ko'rdingizmi? Borgan kunimiz ish vaqti tugagan ekanda. Ah. Lekin 6 7 stol turuvdi mana shunaqa stol. O'shanga hammasi qatgacha turib bitgan, kimnikidir to'laroq, kimnikidir kamroq. Yonida instrumentlar turibdi. Tushundimki, shunga o'xshab qilishadi. Bitta qiziq menga tushunmagan narsam. Bular masalan deylik, такой 5 santimli ipni tikib qirqib chiqib o'tirishadimi? Mana mashina endi sizga matematikasini ozgincha tushuntirib berib ketaman. Sizlarga boya nimaga 2 hafta ketishini aytaman. Xo'p. Avval gilamni tushuntiraman-da, keyin o'zimni tushuntiraman. Gilamda to'qiyotganda xamirga o'xshagan xamiri hammani mana bu ikki tishlik joyi bo'ladi-yu. Xuddi shu narsa bor-da metal gilamni to'qishda. Mana bu hamma, sorry, hamma. What is it in Uzbek? Hamma. Bolg'a. Bolg'ani ikki tishlik joyi. Mana bu har bitta ipni nechta ipingiz bo'lsa, o'shani blokka bo'ltab chiqasiz. Mana bu yerda naqshlari bor. Ana graf chizadigan matematika blue rang sheet bor-ku, matematika blue rang. You know? Graf chizasiz unga. Zikatkada istemasi. Такой ko'k rang, mayda square sheet, but more graph. Millimetrovka bor. O'sha kubiklariga mana bularni chizib qo'y. Yanada maydarog'i. Millimetr bo'ladi. Da. O'shani har millimetrga nechta ip ketganini hisoblagan holda ranglarni bo'ltab chiqishadi. O'sha rangga qarab, значит, men bu 10 ta ipga men bitta mana bu rang qilishim kerak. Menimcha rangni menimcha qilishim kerak deyshadi. Endi mana every square is equivalent to certain amount of threads that goes in. So if I pass this over to you, look how thin this is. Look how single thread of yarn is. Oh, I see. So every square equivalent to certain amount of yarn that goes in to one square. So when they put that into the square paper, they know how much yarn they need to insert and how many. And as you start putting them together, it starts creating a pattern. Okay. Does that make sense? Yeah. Yeah. So you can pass it over, guys, to see how thick the yarns are. This is the thickness I work with, by the way. I don't go. It depends. So shini borda. Buni gilamni sabri menga yetmaydigan joyi mana matoni ko'ryapsizlar, manaqa ozgincha. Men to'qiyotganda bitta uzunni ulab yuboraman-da, bo'ldi, ketdim-da. Men qirqib o'tirmayman. Gilamda har bitta rangni olib qirqadi, oladi, yopadi. Mana bitta mana shu bir qo'l uchidagi rangni olib, bitta bog'lab chiqadi mashinga. Bog'lab chiqib uradi, insert qiladi o'sha tishi bilan. Bog'laydi hammi. Bog'laydi. Mana ipni olib bog'lab, kesishadi. Bog'lashadi-da, har bitta anaqasiga bog'lab chiqadi. Bitta tugun, lekin bosib ustidan qilib bosib chiqadi. Bitgandan keyin ham qirqib chiqadi. Na, uni keyin yana qirqib ham chiqishadi. Ustidan randalar boradi. Tekis qilish uchun. Chunki to'qiyotganda har xil bo'ladi-yu, mana ustida tekis turganingizni tushunmaysiz-da uni. Tekis qo'ygandan keyin уже ko'rasiz qayerda iplar sal tekis yaxshi kesilmagan. Mana shunga sabrim yetmaydi. U har bitta ipni bog'la, это уже. O'shanga ham 250 mingda. Ha. Anaqada Xorazmda to'pga ketaman. Xorazmda biz agar uylanmoqchi bo'lsak, siz bilan qizni adasi savdolashadi. Nega savdolashadi? Chunki Xorazmliklar juda zo'r gilam to'qishni bilishadi. Yuzga siz kelin olib kelganingizdan keyin u kelin har 2 oyda sizga 3000-4000 dollarlik gilam to'qib bera oladi. Eshituvdan borganimda kiyadi. Avval bilishgan, avval ko'p bilishgan. Hozir bilan juda ko'p masalan meni o'rtog'im O'chasi biznesi bilan sotib olar ekan. Ha, bizmi o'shaga otasi ularda savdolashish it's normal-da. Masalan biz wow tasavvur qila olmaysiz-ku, romkaga sig'dira olmaysiz. Bitta o'rtog'im bor edi, Xorazmlik bola. U qiynaldi-da, uylanolmay yurdi. Nega? Chunki uni o'rtog'i qizni adasiga ko'proq beraman deganda. Oh my god. Talashga ular. Uylandi oxiri. O'zi ayolni olishga harakat qilgan, o'sha ayolni oldi.
to'g'ri gilam to'qimaydi manimcha ayoli. No, ana o'sha anaqa bor, udum bor. O'sha yerdan qolgan O'shanga udum. ekanda. O'sha qoraqalpoqlar bilan anaqa qiladi, mana shunaqa gilam to'qishni yoshligidan ularga o'rgatgan qizlar. Da. Biznes bilan birga oladi. O'zi- Och qolmaysiz. Ana bu Suzanini to'qishini istoriyasini bilasizlarmi? Suzanini nimaga to'qishadi? O'zi qayerdan kelgan bu Suzani? Buxoroda borganimda ko'rganim. Suzanini to'qishi o'zi qachon boshlangan? Mana oilada avvalgi zamonda xonadonda qiz tug'ilsa, Suzani boshlanadi. Suzanini eskilarini ko'rgan bo'lsanglar, takoy quroq bir-biriga bog'lanib chiqqan. Chunki oilada qaysi ayol bo'lsa, buvisi, onasi, o'zi alohida uni to'qishadi-da, keyin to'yiga uni bir qilib yuplab bir-biriga yopishtirib to'yiga to'yona qilishadi. Ya'ni u tug'ilganidan to'qilib keladigan odat bo'lgan. Suzani quroq. Ha. Da. Hozir endi bitta mana uzun qilib bitta uzunasiga tiqishadi. Avval endi hammada sharoit har xil bo'lgan. Shuning uchun alohida qilishadi. Endi to'qishi ga keladigan bo'lsam, men ko'proq Kantamarshda to'qiganman, lekin uyda table lumim bor. Chiroyli anaqa garajda turibdi, adam qachon olasan turibdilar. Ish qilib o'shda turibdi. 3 minglik ko'ylak tikmoqchi bo'lsangiz, zakaz bersangiz 3 mingga qilib beraman deyaptilar, tushundingiz? Bir yarim oydan keyin olasiz ko'ylagingizni lekin. O'shanga ishlarimni qilganman. Endi bunga to'qish uchun avval men uzunni bilishim kerak. Qanchalik uzunda tika olaman. Da, ya'ni okey. O'zi Aman bo'laveradi agar yo'q qilishga cham yo'q. bo'ldi. Men bitta qilib beraman, yechim bilaman qilib qo'yaman. Tashlab qolsangiz agar men bilaman. So, table loomda ko'pincha uzunligi 60 santimetrgacha qila olasiz. Undan uyog'i o'sha yetmaydi. Kantamarshda maksimum 1 metrgacha qila olasiz. Ular ham shunaqa. Savol bor edi. Anigram bo'yicha. Hozir masalan automated o'sha qanaqadir arzonroq bo'lgan gilamlar ham bormi? Da. Surati kasifasi ham yaxshida. Nimaga men endi shuncha pul sarflab men buni olishim kerak? Faqat rучной bo'lganligigami? Hozir unga qaytib kelaman nimaligini. Hozir qaytib kelaman unga yetib kelaman. U matoga bog'liq, matosiga bog'liq u. Xo'p. Endi mana shuni men почти 10 sant qancha chiqadi? 10 chiqadimi, 30 chiqadimi? Shuncha chiqadi. Bu 20 dan oshib turadi. 25 Qarashingiz 20 da. Da, вот. O'shanda 8 chiroq ekan. 15 chiqadi. 17, 15-17 chiqadi. Da, lekin to'qiyotganda buni ikki chetda, ya'ni 2 santimetr ham bo'lgan, lekin ip tortilib bu kam kichrayadi. Men juda ham zich to'qish yaxshi ko'raman, takoy. Nimada bo'lish kerak? Qattiq qilib to'qiyman, juda ham qattiq to'qiyman. Ba'zida Voyenniy forma. iplarim tez yorilib ketadi. Endi to'qiyotganda 1 santimetrda mana to'qiyotgan ipingizni bog'laysiz. Nechta chiqadi? O'shani raqamini to'qiyotgan metringizni uzunligiga ko'paytirasiz. 1 santimetrda bog'laysiz. Mana ipi mayinligi bitta tolani bog'laysiz 1 santimetrda qancha chiqadi? Da? 1 santimetr qancha chiqqanini bilib, ko'pincha 10, 12, 14 chiqadi mayinligi, qalinligiga qarab. 1 santimetrda qancha chiqsa, o'shani olasiz, ko'paytirasiz 60 santimetrga. Uzunligiga. O'shancha ipni ranglaysiz. Ipni tayyorlash usuli ham bor, metodi ham bor. Uni nima deydi? Skein winding deyiladi, skein winding. Ipni ko'rgan bo'lsanglar, bunda tayyorlagani ipi anaqa nima deydi? Can you give my phone please? Sorry. Ipda rang berilmagan variantini ko'rganmisizlar? O'sha skein deyiladi. Просто oddiy ip. G'altak. G'altak. Yangi so'z men uchun rahmat. Sizga anaqa o'zbek tilidagi to'qimachilikni o'rgatamiz. Rahmat kerak menga bu so'zlar. Men o'zbekcha nimalarni bilmayman uncha. Instagramlarni ko'rmadingizmi? Ay, bugun tanishamiz. Ha? Peshani bilasizmi nimaligini? Ha? Xo'p, mana bu skein deyiladi. Mato G'altak emas. Yan bu skein.
Okay. So, Bir uyum ip ekanda. ha. Okay. Endi bu ranglarni u uchun matematikasini bog'laysiz, chunki mashinkangizga qayerda nima eng ko'p ip mashinkadan o'tkazganimda qancha edi? 2,5 ming edi-yu. Oxirgi kursimda o'qiganim 1 metrlik edi. Mana shunaqa mayinlik iplarni mana donalar, dona ipni 2,5 mingtasini lumdan o'tkazganman-da. Olti ikkitami? 2,5 mingiz bu 60 santimetrda. Yo'q, 1 metr, 1 metr. 1 metrda 2,5 ming. 2,5 mingcha, 2,5 ming. Hozir aniq eslamayman raqamini. Mana mayinligini ko'rdingiz-da. 250 dpi ekan. 250 dpi emas ekan. Ha, 250 ta rang bitta pikselda bo'ladi-da. Siz qarang, mana 250 hozir 2,5 ko'rsataman. mingta ipni hammasi har xil Rasmini rang, olmabman-da. Shaft. O'shanga qaranglar bularni. Uncha sabr bo'lish uchun odam semirib ketadi, bilasiz. Xo'p, mana. Lekin oshirsa kerak yana narsa qilish. 2,5 mingtani 1 metrga bunaqasichi. Mana. Endi bular anaqalar onlayndagilar uzr so'rayman endi. Mana bu shaft-da, mana to'rtalab ketyapti. Ko'rasiz, to'rtta shaft. Aha. Mana bu har bitta ipdan askincha anaqasi bor, dirkasi bor, teshigi bor-da. O'shandan ipingizni o'tkazasiz. Hop. U shaftda ushlab turadi. Aha. Mana shunda men aytibmanki 2,5 mingtasini o'tkazganman. Mayda-da, o'tirib uni bittama-bitta kirgizasiz. Keyin kirgizayotganda ham uni blokka qo'yasiz. Bitta blok orqada 16 ta shaft bo'lsa, 4 tasiga men 100 tasini o'tkazaman yoki 200 tasini o'tkazaman. Undan 4 tasiga bir 500 tasini o'tkazaman. Naqshlarim har xil bo'lsa-da. 2000 tasini, короче, 2,5 mingtani o'tkazganman. Eng kattasi shu bo'lgan. Sabrlarim yetib ketgan. Bir hafta men bitta faqat o'tirmasdan ip o'tkazib o'tirganman. Nechta magnit ichish kerak? Ya, biz o'zi nima deydi? Magnitni bular tarqatish kerak. Bular o'ylab topganlar shu magnitni. Ana oddiy tumacha qadamoqchi bo'lsak, biz ip o'tkazamiz-ku. Ha, mana shunaqa, xuddi mana O'shani shunaqa. 2,5 mingta qilgan. Ha, o'shani 2,5 mingta qilganman. Voy, rahmat Saidjon aka. Mana shu uchun sizga e'timli bo'lishingiz kerak edi. Mana shu ignadan o'tkazganda, mana shular shaft ignasi deng. Igna bo'lmasa, to'qmaydi-da. Uni o'tkazishga temirchingiz bormi? Ha, bunda temirchasi bor o'zini. Ha, tortib da, oladi. tortib olasiz. Bo'lmasa portlab ketasiz. Ha, o'tkazasiz-da. Tekshirishda intervyuga tasdiq qo'yish kerak. Shaxnamadan buyon olursa bo'larkan ishga. Shunaqa. Sizlarga как раз bo'ladi lekin onboardingga borib, yo'q sabrlar yetar ekan. Yoki anaqa supportga berish kerak bo'ladi. Bundan ham ko'p ekan bular anaqalari. Supportingliga dam berar ekanlar. Xo'p, umumiy tushuntirib o'tdim. Okey. Texnikani so'zlarni yana ozgincha aytib ketaymi yoki umumiyga o'taveraymi? Mahalani uni startingni hali anaqa qildim. Materialini? Nimani? Hali u texnologiyani hazm qildim. Ha, все, okey. O'zi, xo'p, mana shu turib turaman. To'qishda nechta etap bor? Marg'ilonda, endi Marg'ilonga hozir aytaman, aytib berganlar uchun Marg'ilonda 14 ta etap bor ekan, 14 ta specializm bor ekan. Bitta matoni to'qib kelish etapigacha. Bu rang berish, ipni o'sha bloklarga bo'ltab chiqish, anaqadan o'tkazish bor. Rangini mana 3 xil rangni anaqasi ham bor-da. Har bitta rang berayotganingizda o'sha joyini yopasiz, rang berasiz, yopgan joyingizni ochasiz. Ana bu plastikni ochasiz, yana ranglagan joyingizni bog'laysiz, rang berilmagan joyini kraska berasiz. Короче, etapi ko'p. Mashinkaga urish, keyin naqshlar rang berilishdan oldin katta anaqaga olib olib ko'rgan bo'lsangiz loyda, loy chunki yuvilganda iz qoldirmaydi. Matoni to'qiladigan naqshini loyda Marg'ilonda chizib chiqishadi. Loyda nimani chizib chiqishadi? Marg'ilonda chizib chiqadi. Marg'ilonda o'sha matoga oppoq matoni skenni tayyorlashadi, naqshini, matoni qaysidir uzunlikda. O'tirib, mana naqsh chiqish kerak. Loydan qalamda emas, ruchkada emas-da, chizib chiqishadi. Chunki suvga kirsa, Loyga ipni qo'yib chiqishadimi?
Ipi ustiga, ana Evet. ipni terishadi. Aha. Ipi ustidan Loy saplab chiqishadi. yo'q, qalamda loyga botirib, kistichka bilan loyga botirib, naqshini chizishadi. Okey. Teskari naqshini. Ya'ni Mana bu bo'yashmoqchi naqshini bo'lgan yuziga, narsa- yuziga, Yo'lni ustidan yuziga. ya'ni bo'yamoqchi bo'lgan emasda, bekitmoqchi bo'lganini loy Yo'q, bilan bo'yadigan, qilgan. bo'yadigan. Bo'yaydiganni loy. Ikkatda faqat bitta rang ko'rasiz, bo'ldi. proyeksiya qilish uchun. Proyeksiya qilish o'sha Ha. so'rovman. Keyin uni ustidan Ranglashadi keyin uni, bo'ldi. Loy Ha, rang. loy yo'q bo'lgan joyga rang tegadi, loy bor joyga rang Loy tegmaydi. loy hammasini belgilab beradi. Qaysi rang ko'p bo'lishi kerak, qaysi rang qizil bo'lishi kerak, qaysi rang oq bo'lishi kerak. Ha, loyda belgilab. Ha, biz Belgi. sovunda chizamiz-ku o'sha loyda. Thank you, yes, thank you. Sovunda. Pattern kattada, yes. Pattern kattada o'shani chizib chiqishadi. Ular loyda qilsa biz. Ular loyda qilishadi. Biza anaqada sovunda chizib Ha, chiqamiz. okey, tushundim. Nechta Qalam ranglar modeliga loy ranglashtiriladi ishlashadi. shu paytda? Rangingiz ko'pligiga qarab, mana bitta Yo, bitta vaqt o'zida. yo'q, hammasini chizib berishadi. Bitta vaqtda o'zida siz ikkita rang maksimum qila olasiz. Yoki undan uchta chiqadi. Nimaga? Nimaga deb o'ylaysiz? Mana qarang, masalan. Rang berayotganda ikkita rang. Saru bilan hoytaman. Ko'p nima qilsa, qo'shsangiz nima chiqadi? O'shani aytaman. Oq ham bor-da. Oq ham rangi. Oq o'zini rangi bo'lsa kerak. Oq o'zinikida. O'sha uchun uchta. Oqqa uchdi hozir. Hmm. Okey. Xo'p, men saru bilan ko'k qo'shib yuborganimdagisida. Mana bitta nechta rang ko'ryapsizlar? Psixologlarda Kapalikni ko'rsatdik, kapalikmi boshqa narsa. Auditoriyadan so'rash kerak, nechta rang ko'rishyapti. Ularda savol yo'qmikan? Anaqa, qaysi kompyuterda aytib beraylik buni? Yo'q, просто raqam nechta rang ko'ryapsizlar? 1 2 Nima bor? Manda 6 ta ko'ryapti. 4ta ko'rdim. 4 ta rang. To'rttasiga rang berganman xolos. Mana qora bor. Oq, yashil, Mana oq, qizil, sariq, jigar. mix bo'lganda. Qo'shilgan blend bo'lganda. Fioletовый ham bor. Ana yashil qayerdan kelyapti? Sarig'i tepasiga yashil. Yashil emas, просто Yashil sariq u bilan ozgincha mana bu rangni oshirib ketgani, mana bitta rang fade bo'lib o'tgani. O'shada biz anaqada o'lchaymizda, bizda kompyuterda bilasiz 24 millionta rang borda. Pikselda, da. Pikselimizda 24 ta bor. Mana shuni dairlar specialize qiladi. Bizani maktabim, universitetda o'qiganim Pantonda ishlaydi. Pantonda eng zo'r ishda agar men hozir event qilmaganda menimcha colorist bo'lardim. Chunki Pantonda prosta o'tirib u rang chiqaradi-da, o'tirib prosta ximikatdan bir-biriga qo'shadi, mana rang deydi, mana rang deydi. O'tirib prosta eksperiment qilaveradi. Ana uni ko'rganmiz. Tas olib keladi-yu, mashinasini urilganini anaqa. Rangini olib keladi, mana shu rang kerak desa, mundoq hozir deydi. Bitta flakonchada turadi. Sepadigan. Sepadi-da, bitta pechga qiladi, sprey qilib beradigan qiladi. Ana boshqa temir ustiga siqsiz xuddi shunaqa chiqadi. Da. O'shanaqa narsa ekan dedi. Shunaqaroq. Chunki u 6 tami rangdan o'sha rangni yig'ib beradi. Ha, Panton Bir shu. nechta rang, ikkita Mana rang sariqni emas. ham bitta rang deyishadi. Bu bitta emas. Mana Pantonni ham ranglari raqam kod qilinmagan, bekorga emas. Raqam shuni yozsa, sizlar ham masalan kompyuterga yozsangiz, o'sha raqam bittaga chiqarib beradi. Da. Panton o'zi har yili qaysi rangli modaga kirishini birinchi Panton aytadi. Keyin uni fashion dizaynerlar ishlatadi. Bu yil oq ekan. U Pantonchida Queen Elizabethga aytishardi-da. Keyin ularni kiyimlari hamma yoqqa trend bo'lardi. Hozir kimga aytishyapti? O'zi kim bilish kerak bo'lsa, ularga beriladi ma'lumot. Ularda access bor. Qirolicha beradi. Qirolicha beradi yoki unisini eshitmagan ekanman. Lekin hammaga beriladi. Fashion house'larda, Uzbek house'larda ma'lumot olinadi. Filmini o'sha joyini olib kelib beraman. Hop. Qoyachi aytadi, ertaga keyingi yildan yashil moda bo'lsin deydi. Keyingi yil yashil moda. Uni eshitmagan ekanman, yo'q. Postdan yo'q. Ko'rmaganmisizlar? Bir tashib beraman. Kinoda shunaqa edi. Butun modani Ha, butun moda kinoda shunaqa ko'rsatgan. Bu yil oq. 25 mi 26 Mana mi? 6 oq. 26 oq. Endi yarmisidan. Yo'q, siz boshqa narsa. Har xili bor, ivory bor. Siz o'sha sovg'alarni oq rangda olishni boshlang. Uyga olib boradigan sovg'alaringiz. Bu yil oq deyishdi-da, bu yil oq deyishdi. Biz kiyganimiz foydasi yo'q. Shunaqa. Xo'p, men to'qishdan oldin mashinkaga borgancha nima etaplarni qilaman, endi ko'rsatib o'taman sizlarga.
Bular texnikalarmi? Bular texnikalar. Avvalambor chizayotgan naqshimga e'tibor beraman. Oh, sorry. Vagonlarga o'xshab ketadi. Nimaga o'xshab ketyapti? Vagon. What does that mean? Right. Yeah. It's called car winding. So we do it on the car. Bu specimlarga hozir qaytib kelaman. Mana, avval birinchi bor moodboard tayyorlayman. Bu 3-yilda qilgan moodboardim. O'zbekiston bilan O'zbekistonning naqshlari-yu nature ranglaridan inspire bo'lgandim. Ranglar menga bold ranglar juda ham yoqadi. Ko'zga tez tashlanadi. Ikkatga ulash uchun tako degraded ranglarni tanlaganman hamma yoqda. Ishlarim ham shunga moslashgan. Xo'p, birinchi buni tanlayman. Keyin ranglarimni tayyorlab chiqaman. O'sha bir qancha chiqadigan ranglarim ipga tayyorlashdan oldin, lekin ular qog'ozda boshqacha chiqadi. Ip rangni o'ziga olib olganda, absorb qilganda boshqacha chiqadi. No, baribir yaqinligi 60 ga 70 da, 6 ga 70. O'sha uchun avval kraskani xuddi watercolorga o'xshaydi. Watercolorga suvni rangini olib ink tayyorlayman-da, qog'ozlarni kraska qilib, paper weave qilaman. Ko'z oldimga ranglarni solishtiraman. Qanaqa chiqadi, nima bo'ladi. Mana bu yerdagi ishlatilgan o'sha paper weave yoki 221, 321 bu kod nomli naqsh uchun. O'shalarni to'qish naqshini qo'lda to'qib chiqaman, ozginchasini. Ya'ni demoqchimanki, mana bu naqshlar bor, mana plain weave, bularni qo'lda qilaman. Xuddi dobilumga bittadan urib chiqqanday. Qo'lda mana urib chiqaman, har xil etaplardan ranglarni qo'shib chiqaman yoki ranglarni koordinat qilaman. Mana bu bulardan kelgan element. Bu harflar yozgansiz, to'g'rimi hozir? Bu mana bu naqshdan. Ya'ni hozir mana siz yozgansiz. Yo, yozmaganman. Mana buni o'zini follow qilganman. Mana shu naqshni, lekin buni o'zi yozuv ekan. U yozuv. Yozuvligini keyin men Samarqandga borib istoriya aytib berganda bildim. No, lekin bular yozuv ekan. Da arabcha so'zi yozilgan. Da O'shaga so'radim-da, hozir mana bitta harflar turibdi sizda-da. lekin men o'qolmayman hozir. No, da shunaqa ekan. Swearing words. Sorry. Mana bu eng yaqini o'tirib Ani sholchalar bo'lar edi-ku, o'shanga o'xshagan ko'rinadi. Da. Demak, oldin varoni bo'yab chiqqansizda, keyin kesib, rang berib, naqshni tasavvur qilaman, matoyim qanaqa chiqishini. Keyin undan keyin anaqa ipimni tanlayman. Har xil iplar bor. Men ko'proq 116 matoni qalinligi 116. 16 bu qancha tolalar bir-biriga bog'langanligi degani. Ya'ni 16 tasini qo'shsam, u necha santimetr bo'ladi? Santimetr emas, anaqa tala, o'sha qalinligida. Da. O'shani aytadi. 116 bo'lsa, 16 tasini qo'shganingizda buni bitta tolasi bo'ladigan bo'lsa, o'sha 1 ni o'zi qancha bo'ladi birinchisini? 16 ni bitta 1 ni. Bilmayman. Voy. U ham bitta sxema lekin Mani hozir menda. Hattoki bilasizmi, mana to'qiyotganda u 3-kursda o'rtog'im juda ham ichi kirib ketdi-da. Unga qaramay siqilib ketdim-da. U vaqti ichi kirib ketdi, erinmasam. Tolani to'qiyotganingizda mana matoni o'ngchasiga, chapchasiga qiladi-yu. Uni qattiq kontrol qilishar ekan. Ipni ham yasayotganda mana oddiy o'sha jundan olishadimi yoki paxtadan olishadimi? Ipimda bir-biriga tayyorlashar ekanda. Keyin silk ko'rgansiz, kukunda mashinkada aylantirishadi, anaqa amti kukunlarni qo'yib, o'shani aylantirayotganda Z raqami chiqar ekanda, aylantirilgan, ikkita tolani aylantirgani Z bor, S bor. Ikkalasi ikki xil forma berar ekan to'qiganingizdan keyin. To'qiganingizdan keyin formasi o'zgaradi. Men aytdim, "San boshqa kirib ketding" dedim. Omad sanga. Xo'p. Proportionni bo'ltib olaman. O'zi bildim naqshim qanaqa. Endi ipda ozgincha tuzaman-da, kichkina bir partiyasini ko'raman. Qayerda qancha xohlayman, nima xohlayman. Bu ham bir san'at, abstrakt. U bo'lgandan keyin o'zi matematikasini tuzaman. Qancha ip kerakligini, qalinligini, ranglarimni hammasini tanlab olib, lumga setup qilaman, kraska beraman, to'qiyman.
Bo'ldi. Man o'sha ikkinchi kursda o'zi birinchi kursda menga mana shuni o'rgatishganda, hammasi shundan boshlashni aytishganda, menga mana shu joyi yoqib qolgan abstraktni. Uchinchi kursda men orada gap year oldim, Covid bo'lgani uchun. 21 ga qaytib keldimda, tugatib oldim uchinchi kursimni. O'sha paytda men bunga qaytishga men qiynaldim. Yana matematikasiga ozgincha qaytish kerak, tushuntirish kerak. Ayniqsa Dobulumda ishlari ko'p edi. Vaqt qilmasangiz chiqib qolasiz-yu. Keyin to'xtadim. Men buni o'zi yoqdi menga abstrakt. Keyin bitta Mary Riccio degan Ikat Weaver bor, UK da ancha taniqli. Bizani ustozim o'sha bilan tanishtirib qo'ydilar edi, uylariga bordim. Ikat o'qir ekan, specialist. Bordim, men O'zbekistondanman dedi. Men seni ishlaringni bilaman dedi. O'zbekistonga borib kelgan ekan. U 70-yillarda. Ishini ko'rsatdi. Mana buni menga o'shanda Mary Riccio ko'rsatdi, qanaqa qilishi. Ranglarni berib, uyda ishini qilib turadi. Ko'p dizaynerlarga, katta brendlarga ishini bergan, sotgan. Mana shuni o'rgatgandan keyin, men buni tushunganimdan keyin men obsess bo'lib qoldim bu narsa bilan. Faqat ko'proq o'zimizning matolarga urg'u berishni boshladim. Mana buni to'qiyotganimda ikkita xuddi shu usul o'rgatgandek men to'qidim-da, lekin o'zim bilmagan holda bir tomoniga e'tibor beryotgandim, ikkinchi tomondan naqsh paydo bo'lib qoldi. Ya'ni bir xil vaqt ichida men ikkita naqsh chiqardim-da, qo'lda. Shunga kirishib ketdim. Buni matematikasiga kirishib ketdim. Qarabsizki, men to'qimachilikni abstract dizayner bo'lib specialize bo'ldim. Bu birinchi qilgan ishim. Shuni olib keldim. Men bu qalinligidan uncha naqsh ko'rinmas ekan. Menga bu yoqmadi. Har xil matolar bilan sinab ko'rdim-da, yoqmadi. Shuning uchun keyin silkka o'tdim. Bemalol qarab ko'rishingiz mumkin. Matematika yaxshi ko'rasizmi? Yaxshi ko'rib qoldim. Yo'q, o'zi yaxshi ko'ramizmi? Bo'ladi. Taksida. Yaxshi ko'raman. He's a maths tutor. Okey, tushundim. Kimdir maths tutor bo'lgan bo'lishi mumkin. Siz o'zingiz 5-sinf, 6-sinf haligizda matematika yoqtiradi. Yoqtiradi. Bu yerga kelib ozgincha qiynaldim. MFda boshqa bizda o'rgatilishi, terminlar o'shanda yoqmay qoldi. Keyin bu sohaga qaytgandan keyin xohlasa yana yoqtirib qoldim. Ya'ni to'qish bilan shug'ullanishlar uchun ham matematika kerak. Birinchi hammasi matematikaga bog'liq. Bitta ipi mana o'rtog'imda hech tushunmaydi. Hali ham tushunmaydi o'zi ham, biz ham tushunmaymiz. Matoni to'qiyotganda siz 60 santimetrni 2 ga bo'lasiz-da, 30 ga 30 ipingizni alohida tayyorlaysiz. Chunki siz qilayotganda bittasini qilmaysiz. Ikkitadan qilib, mashinkaga setup qilganda ikkita etapi bor-da. O'sha etapda faqat bir tomonni 15 qiladi, bir tomonni 30 qiladi. Nega? Tushunmaydi o'zi, hech kim o'zi tushunmaydi. Qattiq matematikada xato qilayotganda, matematikada xato qiladi-da. Ipni bog'lab o'shanga tayyorlash kerak. Setup qiladigan joyi bor. Faqat xato qiladi. U faqat kulamiz. Yana qayerdan xato chiqdi deymiz. U faqat anaqa, yo ko'p chiqadi, yo kam chiqadi unda. Eniga kam bo'lib qoladi keyin. Anyway, matematika juda ham kerak. Matematikasiz bu soha, creativity ham kerak, lekin anaqangizni xato olib qo'ysangiz yo kalta chiqadi, yo naqshi to'g'ri chiqmaydi. Siz product olib kelishingiz uchun o'rtada tool sifatida kerak-da. Chunki siz mashinkaga hamma narsani nima qilishni aytdingiz, ranglaringiz tayyorda, ipingiz kerakli bo'lmasa siz o'sha naqshni ola olmaysiz. Вот. Anyway, sizga ham rahmat savollar uchun. Bu siz yasagan ishingiz-ku? Da, hozirgida nimadan olganimni bu ko'rsatgan oxirgi kursimdagi ishim bu. Ranglarim berishim, mana ranglarni ko'ryapsizlar. Marg'ilondan qiladi. Videosi ham bor, menda Marg'ilonda qilishib borgan videom bor, uni keyin ko'rsataman. Bu meniki, men kichkina potda qilaman. Men kichkina sampullar qilaman. Aytgancha meni ishlarim one off. Men uni qaytib create qila olmayman. Chunki ikat bilan ishlayotganingizda hatto o'zingiz ham qaysi ma'noda kontrol qila olasiz, hamma vaqt emas. Chunki ranglari mana blok rang emas-da, bitta rang emas. U faded bo'ladi. Shuning uchun menda one off. O'sha one off multi qiladigan yo'lni o'ylayapman. Hozir kallamda o'shanga. Men o'zim rosa harakat qilaman. Uni qilsa bo'ladi. Marg'ilonga borib shu narsani o'rganishga harakat qildim. U uchun borib o'qishim kerak ekan u yerda. Chunki ular bilasizmi, mana bu qilgan ishini, matosini qaytadan yana chiqarib bilar ekanda. Men besh ketdim mana shunga.
Qani men tushunmayapman. Mana menga hozir tushunayotgan narsam, agar matematikasini bilsangiz, nimasi qiyin uni kopiya qilish degan tarafni o'ylayapman. Naqshini berish. Matematikasiga bog'liq emas-da u. U Rangi sal boshqacha bo'lib qoladi, to'g'rimi? ranglariga ham effekt bo'ladi. Ular rangini birga bir chiqarishadi. Birga bir chiqarishadi. Endi ular necha yildan beri aytyapman, ularda 14 ta sohada specialist har bittasida. U uchun Siz birlashtirmoqchisizda o'qiyin. birlashtirishni men o'zim hammasini qila olaman aytib, lekin men mana bu rangini berishga qiynalaman. Qaytib o'sha narsani bir xil qilib chiqarish qiyin, chunki har bitta rangni qaytadan yana bir xil qilib chiqarish ham qiyin. Mana iplarimni rangiga e'tibor bersanglar, rangi ham почти hammasi bir xil emas-da. Qaytadan rang qilganman, bir xil chiqmagan. Bir xil o'sha chizilgan ovqat qilayotganda oshni hamma bir xil qilmaydi-yu, oshni xuddi shu narsa-da. Hamma har xil qiladi. Qolganda hamma bir xil. Bizning tilda masalan, backendni ham, frontendni ham, mobilni ham bilaman deysiz-ku, lekin siz bittasida zo'r bo'lasiz. O'sha narsani aytyapsiz. Shunaqa. Xo'p, men bu o'sha 3-kursdagi ishlarim. Aytishingiz. Aytib tilda gapirib. Men bularga aytyapman, qolganlar eshityapti. Lekin chivotilar. Tushunyaptilar. Men o'zim mana tushunadigan bo'lib qoldim bu gaplarni. Ozgina qoldi. Loading. Biladigan narsangiz front-end, back-end. Siz Yo'q, to'xtang, ular- men savol. Masalan, ne bo'ladi? Bir xilda nimadir qilib qo'yadi, men tushunmay qolaman. Qanaqa qil desam, bilmaysan, uni deyman, tushuntirib beradi lekin. Xo'p, bu knitting machine. Eng zo'ri bitta ip qo'yasiz, mashinkani mana shunaqasini qilasiz, o'zi to'qib ketaveradi. Bunda ham patini bor lekin qog'ozda. Men buni lumda to'qidim-da, men buni qo'lda to'qib eksperiment qilyotgandim bu yerda. O'xshamadi, yoqmadi. Bu so'nggi kolleksiyam. Mana shu hozir o'sha o'zbek binolaridan inspire qilingan ishim. Ular hozir qayerda osilib turibdi? Uyda chiroyli bo'lib garajda turibdi. Osilib turmasdi. Qachon uni exhibition qilib ko'rishgan? Uyga chiqishim, chunki bular kolleksiyamda bironma bo'lib qolishini xohlamayman. Orada ko'chgandan keyin qaytib chiqmadi u. Ko'rgazmalar bo'lib qolsa yoki ishimni so'rab qolsa beraman-da. O'sha uchun ularni uyga osib qo'ymayman. Akan bu ishlarni endi orqaga qaytib, malati savollarga javob bermoqchiman. Xo'p, tekstildan kimlar chiqadi? Print va pattern makerlar, naqsh bezatuvchilar, embroidery, surface designerlar, surface o'sha maton ustidagi nimalar, rang bularni aytdim sizga o'sha. Material innovationlar, bilasan, tekstil hattoki meditsinada ishlatiladi. Mashinaga ham kerak, ichkari interior dizayn matolar, leda ham bunga kiradi. Meditsinada, hattoki armiyada, nima deyiladi armiyani? Armiyada kiyimlarni o'sha tekstillar qilib beradi. Yo, jo'shki emas, kamuflaj material, ularning materiali. Uni tekstillar qilib beradi-da, o'sha. Keyin ba'zi kiyimlari bor, mana bomba bilan ishlaydigan anaqa kiyimi bor, uni biza dizayn qilib beramiz, чтобы unga o'sha hid tegmasin yoki injure qilmasin. Meditsinada nima bor? Odamni operatsiya qilayotganda, ichida erib ketadigan matolar yaratishadi tikishga-da, ularni tekstil qilib beradi hammasini. Biomaterial. Bularni hammasini tekstil innovatorlar qilib beradi. Kesilgan bo'lsa tikkanda, bitib ketgan paytida o'zi ipini olmaydi-da hozir. Shunaqa narsa. Hozir jarrohlar tikkan paytda leska bo'lardi-yu, o'sha leska hozir leska emasda. O'sha ipi tabiiyda singib ketadi. Ikkita option beradi, qimmatroq. Arxitektorlar bilan ham tekstil ishlaylik, chunki biz rangda specialize qilamiz. Rang bilan ham masalan arxitektor bizdan nimaga chiqishadi? Uni oynalarni, tepadagi oynalarni rangi qanaqa reflekt qiladi, qatdan qiladi, qaysi rangni ishlatsak bo'ladi. Bunga ham tekstillar yordam beradi. Endi bu tekstil nimalarga borishi, mato anaqalari bularni o'zi aytib o'tdim. Mana bu poyezdni London metrosi bor, o'tiradigan sideniyasi. O'sha to'qilgan. Weaver-aka. Mana sideniya ko'k, o'zimizning ikonik metro sideniyasi o'sha to'qilgan, u print qilinmagan. Uni Weaver qilgan demoqchiman, naqshini Weaver qilib bergan.
Bu kolleksiyondagi inspiration. Da ruchnoy to'qilgan ular. Bu unchanikimi? Ularniki anaqada qilinadi. Endi kattaroq mashinkada qilib beriladi, jakardga yaqin. No, u ham почти jakard setib qilgancha qo'lda Ruchnoy qilasiz. deganingiz mashinka qilsa ruchnoy bo'ladi. Ha? Siz aniq. It depends what loom they use. Printmas demoqchi. To'g'rimi? Ha. Ya'ni rangini odam to'g'irlab beradi, keyin loomda mashina loomda просто o'shani tikib beradi. Da. Lekin rangni tanlab beradi Birinchi odam. samplini qo'lda qilishadi, keyin uni katta mashinkaga jakardga berishadi. Jakardni ham kontrol qilishadi. Mashinka bo'lgan Jakar rang bera oladi. Yo'q, To'qiydi. u hamma narsani Faqat to'qiydi. faqat o'qiydi. Rangni ham bera oladigan apparat bormi? Bor. To'qiydiganni rangini Ustida, beradi. ustiga uradi, Ustiga emas, ani to'qishdan oldin ipni to'g'irlab, Yo'q. rangni beradi. Yo'q. Yo'qmi hali? Hammasini qilib berasiz. Bor, lekin u juda ham uni ham qilsa bo'ladi. Lekin u printda boshda уже. Matoni ustiga anaqa qilibsizda. Yanni kraska qilish kerak, xohlasangiz xohlamasangiz. O'sha kraska qiladigan apparat yo'qmi uni? Ipni o'zini. Bor. U katta nimalarda, mashinkalarda. Uni bilmayman, lekin qanaqa qilish kontrollam. Soat necha bo'ldi? Oshib ketmadimmi? Tezroq bo'laman, juda ko'p gapiryapman. Endi sizni savolingizga qaytsam, savolingizni qaytarib yuboring-da iltimos. Nimaga ba'zilari arzon? Tamam ko'rsatdik. Kezilik hozir mana bu yuqorida bor ekan shuni reklamda. Men savolim shu bo'ldiki, men gilam olmoqchiman. Menga nima kerak bor? 250 ml gilam olib, agar oddiyroq gilam, zamonaviy gilamlar, u ham arzonroq, ham men aytgan naqshni bera oladi, prisosda ham ishlatishda osonroq. Okay, ovqat yeyotganingizda nima yeyotganingizga e'tibor berasizmi? Ishni ta'miga, nima yeyotganga. Вот именно. Mato ham xuddi shunaqa. Gilamingiz ham xuddi shunaqa. Ba'zi bir gilamlardan uni chiqadigan dasti, undagi havoga beradigan fiberlari sizni sog'lig'ingizga zarar. Mana siz arzon sotayotgan narsangiz, chunki u matolar mana bu spisikdan, qizil ro'yxatdan. Chunki ular ishlatish oson, chiqarish oson, lekin ularga rang berish, print berish, dizayn berish juda ham oson. Shunday qo'yasiz, chunki ular tez oladi-da, man-made materiallar. Lekin zarari juda ham katta. Ayniqsa любой plastik materialni oling, mana naylon, poliester, akrilik, ular hech qachon biodegrade bo'lmaydi. Hech qachon. Mana tasavvur because biza o'zi tanamiz nafas olish kerak. Mana qaysidir kiyimlar kiyganingizni chizgan, siz ko'proq terlaysiz qaysidir kiyimga nisbatan. Sintetika bor. Chunki ular havo o'tkazmaydi. Ular man-made. Ular havo o'tkazmaydi. Shundan zarar chiqaradi. Sizni o'zingizdan o teringiz tashqariga chiqishi kerak, lekin siz uni blok qilyapsiz. Ba'zi bir matolar bor, hattoki bilasizmi, shu darajada arzon qilinadiki, rangi, ya'ni etapi to'g'ri qilishmagan, arzon tez bo'lishi uchun rangi tanangizga ko'chadi. Bo'lganmi shunaqa sizda? Tanangizga ko'chgan matolar yaxshi berilmagan narsa. Вот denimni ham masalan, denimga hozir Japanese plant based ink ishlatiladi. Nima deyiladi uni? It's annoying me. No, it's not denim brand. dye. Jinsilarda. Jinsilar. Rostdan ham jins turmi yo nimaga jins bo'lmaydi? Jinsi ana ko'k rang nima deyiladi? Indigo. Indigo bu o'zi aslida plant. Uni ezib, quritsangiz, ko'k rang bersangiz, u ko'k rang chiqaradi. Indigoga cotton ishlatishadi. Bu hol kiyayotgan jinsilar cotton fabric. Faqat uni to'qligi indigoni rangida qancha ko'p turganiga bog'liq. Qancha ko'p tursa, shuncha to'q bo'ladi. Bu yil o'tgan sari faded bo'lib ketaveradi. Bu ranglarni siz tanangiz ham o'ziga absorb qiladi. Xuddi lotion apply qilganingizda, ovqat ichingizga kirayotgan, tashqaridagi berayotgan e'tiboringiz ham ranglarni o'ziga tortib oladi. O'sha uchun gilamingiz shu uchun arzon materialiga qarab. To'qimasiga ham qaraydi, to'g'rimi?
da to'qimasiga ham qaraydi. Zichligiga qaraydi gilamni. Kачественный matolarida iloji boricha nima deydi natural materiallarni tavsiya qilgan bo'lardim. Eng qimmati shundami? Silk to'g'rimi? Silk. Eronniki. Silk qimmatda, bambu qimmat. Da man hattoki kottonni organika yaxshi. Cotton ham sustainable'ga kirmaydi. Chunki ko'p suv talab qiladi. Juda ko'p suv talab qiladi. Bu sustainable emas. Da hemp ham yaxshi, linen ham yaxshi. Bular linenni o'stirish oson, plantini har yil tez o'sadi. Hozir mana mevalardan materiallar tayyorlashyapti. Olmani po'stidan leda tayyorlashyapti. Har xil nimalar bor. Ya'ni matoingizni olayotganda e'tibor bering, qaysi plastikaga bog'langan. Chunki men masalan qo'ldan kelgancha plastikani kesib tashlaganman o'zimdan. Naylon, mana bunaqa plastik redda qaysi materiallarga yaxshi, bu qishki kiyimlarga yaxshi. U sovuq o'tkazmaydi. Bular zo'r. Bunga yaxshi, dolga ketadi-da. E'tibor bilan qarasangiz, Ichki kiyimga ham yaxshi. Ichki kiyimingizga organik bo'lsa, ichkiga tashqariga da. Shu o'sha uchun ular arzon. Chet elda qilinadi, tez qilinadi. Keyin men tavsiya qilmasdim unaqa arzon qiladigan. To'g'ri ishi oson qiladi-da, narxi arzon qiladi, lekin umumiy o'ylab chiqadigan bo'lsangiz, u qarang, uyingizga keldi-da, uni har safar spilisoz qilganingizda, ana chang chiqadigan fiberlar bor-ku, og'iz ichingizga ketadi u narsa, keyinchalik kensaga olib keladi. Hattoki ovqatingizni plastikaga isitma deyishadi-yu. Plastikadan o'zidan fiber olib chiqadi-da, xuddi shu narsa. Shu. Menimcha o'sha hammasi aytib bo'ldim. Deyman. Mana Abu Dhabi bilan gaplashdikmi? Biz shunda tilla yurt qilgan edi. Tilladan ko'p qilgan deb aytishganda. Men tushunmaganim uchun shu rostdan shunaqa mato bilan tillarni qanaqa bir yupqa qilib kollaboratsiya qilsa bo'ladimi? Bo'ladi. Materiallar bilan chiqishmaydimi? Bo'ladi. U matoni to'qiyotgan o'sha turadi ipi qanchalik anaqa mayin qilishgan. Mana uzukda ham ko'rgan bo'lsanglar, metalni bundoq qo'yib aylantirib mayin qilishadi-yu. Ipga ham tayyorlashganda uni. Nasha gilamda tilla borligi bo'lishi mumkin. If they say there is, then there is. Depends how they applied for it. Tamam şekilde öyle. Bir bilan jipslashmasa kerak. Shunaqa, yo'q, jiplasada mana plastik bilan anaqani qo'shganman, rahmat. Mana qarang. Lekin qarangda, bunda tekisda, bunda yo'q cheti. Chunki plastikka bend qilish yoqtirmaydi. O'xshamagan. Hamma sohani baribir kelajakda rejalari bo'ladi-ku. G'alatiroq ishlash mumkin. Savol. Kinolarni ko'rsangiz ham boshqa bo'lsa ham odamlar bir xil kiyim beradi. Kelajakda mana shu matolar yo'qolib, hamma rezinkaga o'xshagan mana sportsmenlar kiyimlari bo'ladi. Shunaqa kiyimlarda bir xil bo'lib ketishi mumkin. Prognozlar bor. Hamma materiallar bir xil bo'lib ketadi. Hamma bir xil stilda kiyina boshlaydi. Chunki o'sha ob-havo, tabiat shu narsaga mos talab qiladigan bo'lib qoladi. Shunaqa bo'lishi mumkin, sizlarda shu prognozlar bor? Bo'lishi mumkin. O'sha boya aytgandek, bu sohaga men 21-yildan beri uncha to'xtalmadim. Orada kuzatib turaman. Bu savolingiz menimcha tashqi atrofda society bo'layotgan o'zgarishga bog'liq deb o'ylayman. Hozir e'tibor bersangiz, avval Coviddan oldin second hand kiyimlarni yoki endi bizada O'zbekistonda bu narsani yosh akamizlarni, opalarimizdan kiyimlarni katta bo'lardi. Bu narsa normal edi. Hozir 2 barobar kuchaygan shu. Boshqa odamning narsasini kiyish. Ya'ni kimlardir tanasiga boshqa odam narsasini qabul qila olmaydi. Hygiene reason, yuvilsa ham xayolda o'sha narsa qolib ketadi. Mana bu tomonga o'zgarib ketyapmiz mana hozir. Plastika juda ham ko'payib ketgan. Landfill hammasi borib yo Pokistonga yo Hindistonga ketiladi. Ularni ishlab chiqarish ham o'shda, waste ham o'shda. Recyclable materiallarga men rostdan aytsam ishonmayman. Любой plastika to'g'ri, okey, plastikani kam qilyapmiz, bu yerdan mato ajratyapmiz, но
are we really like are we actually doing this sustainably? Undagi ketadigan himikat, undagi ketayotgan elektrisitva va matolar qanchalik foydali? Uni kelajagi nima masalan deylikda. O'sha uchun men ularni sustainable deya olmayman unchalik. To'g'ri, qaysi ma'noda qilyapti, no yo'q. Men mana 3-kursimda o'sha uchun mana bunga qoldim. Chunki kichkina matoda men suv kam ishlatyapman, sample kam qilyapman. Dizaynni shundoqligicha o'zicha sotsam bo'ladi. Wrap up qilish uchun aytmoqchimanki, tekstil sohamni juda ham yaxshi ko'raman. Graduate bo'lgandan keyin etaplar menda ko'p edi. Ikkita 3ta ko'rgazma qildim, international ko'rgazmalar, surface design ko'rgazma bor. Keyin o'zimizni o'qish sentrda o'ta galereya bor edi, unga awardsga topshirdim, undan yutdim. Keyin u paytda men o'qib yurgan paytimda o'sha Navro'z festivalini bilan band bo'ldim. Keyin O'zbek Culture Festivaliga kirib ketdimda, qiziqishim eventsga ketdi. Juda ham qiziqishim ketdi. O'qiganimizni bu yerda pulini biza davlatdan pul olmaganmiz, shuncha yashaganmiz ham o'zimiz to'laganmiz. O'sha uchun o'qishdan keyin ozgincha shularni yopish uchun ishladim. Keyin tekstilim qoldi. Tekstilim sal to'xtab turdi. Hozir qaytyapman bu narsaga sekin-sekin, xudo xolasa. Mamira boshlanish sababi ham shu edi o'zi. O'zimga turtki berish, tekstilga, madaniyatga, hunarmandlarni ishini, qadrini, yanada valyusini oshirishga deb ochilgandi. Hozir shu, ishlarim shunaqa. Mamira yana nimalar qiladi? Ayni damda hozircha tadbirlar qilamiz. Xalqaro kollaboratsiyalar, milliy tadbirlar, endi umumiy bizani diasporani yaqinlashtirishda hunarmandlarimiz ko'p, bu yerda spetslarimiz ko'p, specialized people'lar ko'p. Bir-biri bilan bo'lishish ma'lumotni. Anglichanlar bilan bu merge boshlash meni niyatim. Ko'proq hunarmandlarga va kulturaga urg'u berish. Agarda ustida ishlash boshlasam, ishlarimni targ'ib qilish boshlasam, menimcha olib borish niyatim bor. Hozircha ko'ramiz. Yaratishku mana shu san'at asari bo'lib qoladimi yoki sanoat uni olib sample sifatida keyin yana xuddi shunga o'xshagan narsalar ishlab chiqarib ketadimi? Xo'p, copyrightga bog'liq. Masalan, agarda men ishimni bersam, men shu ishimni olishmoqchi-da, shundan kattalashtirishmoqchi. Copyright menda qolsa, men uni boshqa odamga sota olaman. Agarda yo'q, copyright bilan sotib olamiz, ular o'ziga rishat qiladi nima qilishni. U menga bog'liq bo'lmaydi o'sha. Shunaqalari bor. Lekin bular san'at ishi bo'lib qoladi. Bular prostaki mato materiali. Men agar hozir mashinamni men bu orqadagi kodi bilan bersam, xuddi bir programmani kodi bilan berasiz-ku, copy qilib olishadi. Birga bir. Mana shu ingredient-da orqadagi kodida. Intervyularga borishga o'qituvchilarim aytardi, "Men buni olib tashlaylar, qo'ymanglar. Sizlarga gapirib oradan qani bilib olishadi" deyshadi. U bizani o'sha ingredient-imiz, matolarimizga bo'lgan. Bemalol endi qarab o'ringlar bemalol. Yo'qlab qolmaymiz просто. Da. Lekin bularni ham avtorskiy pravasi bo'ladi. Bu hammasi o'zimniki. Keyin bunaqa texnika faqat sizda bormi? Yo'q, buni anaqasi bor. O'zi Weave'larni veb-sayti bor, appi bor, spesialni naqshini tuzib beradigan sizga. Xuddi qaysi applarni aytsak bo'lar ekan. CapCut deylik. Videoingizni qaysi mamda qo'yasiz. Membership olsangiz yanada access ko'proq bo'ladi. Kattaroq mashinkalarga, Jakartalarga, Dobilarga ishlatmoqchi bo'lsangiz membership olishingiz kerak. Bizda universityda hamma narsa bizda tayyor berilardi, setup problemas. University for the Creative Arts. UCA. No. So bizani kampusimizda Farnham deydi. Hozir u kurs Epsonga ko'chgan. Farnhamda o'qirdim-da. Okay. Farnham, Epsom, Rochester, Canterbury da edi bizani. 4ta bo'lingan Rochester University for the Creative. Yeah.
Mana bunaqada, to'g'rimi? Windsor tomonlardagi nimasi? Ha, Windsorga yaqinda. Walkingdan o'tib. Men sizlarga hozir polni plastikada to'qiganimni ham ko'rsaman. Bu ana oxiriga borganda burchaga qayerish qiyin ekan. Plastik bilan to'qiganim ko'rishinglar mumkin. Mana bu mato qog'oz. Lekin buni ipga aylantirishgan, ozgincha ichiga kotton qo'shib, bu bilan ham eksperiment qilib ko'rganman, ko'rishinglar mumkin. Onlayndagilarga savol bormi? Men uzr ozgincha nima deydi? Savollarga u tomonga o'tmadik. Keyin bekor kelmadinglar. Mana shularni живой ko'rsanglar bo'lardi-ku. Ana O'zbekistonda O'zbekistondami bular? yo'q, O'zbekistondan ham bor. Okay. O'shanga har xil joy. Okay. O zo'r. Plastikni ko'rishingiz mumkin. Bu qog'oz. Qog'oz. Qog'ozda bilan aralashtirgan. Bu qog'oz, oddiy qog'oz. Bu plastik anaqa dazmolda pishirmagansiz-a? Yo'q, to'qiyotganda u shunaqa qiladi. Mashinkada qattiq zich ushlaydi-da. Lekin kraskasini eplay qilganman, alohida rang berganman. Mana chiqish qiyin bo'lsa kerak bularni mashinkada. Men bunda qiynaldim lekin. Zo'r, quite therapeutic as well. Ana to'qiladigan ana naylon materiali men juda ham maza qilib to'qidim, chunki kraskani bittada rang berganingizdan keyin ipni ozgincha yuvishingiz kerak-da, to rang suvga chiqmaguncha. Ana unda bittada toza bo'ldi, qaytib chiqmadi. O'rta siz bir xil rang o'tkazasizmi? Mana shu liniyasi bitta rangmi shu? Ha. Faqat Buni faqat oldidagisi faqat sizga kerak, to'g'rimi? Yo, mana shu har bitta layeri ham kerakmi sizga hozir? Usti naqshini umumiy ko'raman, lekin qaysi etapda ketganimni tushunmayman-da o'zim. Chetdan qarsam bilaman. Bu hozir bo'yash uchun kerak-da. Ipni bo'yash uchun sizga kerak. Masalan, deylik, mana ip ketyapti deylik. Ikkita ko'k, ikkita sariq, ikkita ko'k. Yo'q, bitta sariq o'zi yetadi. Uni mashinkaga naqshini ikkita ko'k, ikkita sariqni mashinkada aytaman. Ammo ikkita ip ketadi bu yerda. Ikkita, ya'ni ko'k sariqligini mashinkaga aytaman, nima qilishni, lekin ipim o'zi bitta. O'shada ipingiz bitta, uni har xil rangga bo'yagansiz. Har bitta Mana o'sha yerda nechta rang ko'ryapsiz? Buni ham qatordami? Yo'q, umuman nechta rang ko'ryapsiz? Umuman. To'rtta rangni kraska qilaman-da, lekin ranglarni qo'shilishini, qaysi etat, nechta etatdan keyinligini mashinkaga aytaman, nima qilishni. Mashinka bo'yab beradimi? Mashinka qo'yib beradi. O'sha ipim O'chirudi bilan qo'yib beradi. O'sha hozir 4 ta ipdan to'qiysiz masalan. 4 ta ipdan to'qiysiz, Aha. ya'ni kerak paytda 2 xil sarig'i, 2 xil ko'kni ishlatib ketasiz-da. O'zi qo'yib beradi-da. Mashinkaga aytaman-da nima qilishni. Qo'yib beradi. Chunki mashinkaga men aytmayman nima qilishni. Mashinkaga o'shani qilib berishni, ranglarni o'sha kerakli joyga qo'yaman. Tagida mana sarig'i tagida sariq qolib ketaveradi. Da. Orqa tarafda. Agar sariq ko'rsatilishi kerak bo'lsa, sariq qoladi. Masalan, hozir ham ikkita to'q ko'k ko'ryapti-ku. Ikkita to'q ko'kni oldiga chiqaradi-da, qolgan 3 ta ipni orqa tagida qoldirib yuboradi. Okay. Onlaynligini. Men hozir ularga anaqani ko'rsatmoqchi edim. Onlaynliklar savol. Hozir men anaqa Marg'ilonda kraska qilganini ko'rsatmoqchi edim. Agar ko'ra olishsa, mana bu Marg'ilondagi katta qozonlarda qilishar ekan. Ishtasini. Bitta ipni shunaqa bo'yashadi. Bitta matolarni hamda Matoni bo'lsa kerak. Ip bo'yashadimi? ipni ham qilishadi, ipni. Kraska kimikal qo'yishdi. Marg'ilondamikimi? Ikat, atlas ikatmi? Nimadir edi. Ko'p o'tdi. Bu eng kattasiga bordim. Kirganingizda devoriga chiroyli qilib bezatib qo'yishgan o'sha emasmi? Biggest suvda olib ranglari hammasi mana oddiy suvga botirib qo'yishadi. Bu matoni o'zini qilishyapti hozir mana bitta. Hop, mana hozir bunga mana shu akada anaqa men qo'llarga qo'l qo'yib kelgan, men qo'llar kiymaga ishlaganlarga men beshib ketdim. U kimikatlar va strong, qo'ldan tezak ketmaydi.
Bu indigo insert qilyaptilar. Bunisini ham qilsanglar bo'ladi. Workshoplar bor bu uchun. Xatiga qilish kerakligini bilib qo'yaptilar. Ayo bu просто anaqa oddiy anaqa inkdayda naqsha qilinadi-yu. O'sha. Mana bu naqsh qildilar-da. Bu bog'lanishiga bog'liq. Ani boylab chiqadi. Da, ana japonezlarni kiyimlarini ko'rganmisizlar? Kiyimi anaqa oq bilan ko'kda, lekin takoy turbuchi. Unda anaqani ishlatishadi metikasini. Matoni folding qilishadi. Origami. Origamini metikasi qanaqa? Methodi. O'sha metodda origamini matoga folding qilishadi, keyin rang berishadi. U ham matematika. Origami yaxshi next level qo'yish. Hop, buni qanaqa qilishini endi so'rab qilaman. Stop share. Rahmat kattakon. Endi sizlarga savolim, hop. Bittadan fakt. Shuncha ma'lumotdan kim nimani eslab qoldi? Nimani o'rgandinglar o'zinglar uchun? To'g'ri o'rgatdim. Fashion bilan tekstil bitta narsa emasligini tushundim. Thank you, finally. Aha. Judayam mehnat talab ish ekan. Ko'p vaqt ketar ekan. Endi gilam olayotganda, ikkala matolar olayotganda savdolashmaysizlar. Arxitektor bilan quruvchida. Ha, shunaqa. Men gilam boylashini endi tushundim. Ko'rganman, e'tibor bermaganman shunga. Juda mayda ish lekin. O'tirib bog'lab o'tirishar o'shani. Yana orqasidan keyin nimadir ham qilishadi. 3-4 ta O'sha- Da. Yuvishadi uni. Urib Gilamlarni. ham chiqishadi. Da, urish kerak, o'sha insert qilish uchun, saydiga bir-biriga kirib ketish uchun. Gilamlarni bundoq e'tibor berganingizda ba'zida yurganingizda to'la chiqib qoladi. O'shanchada o'zimiga o'shani bog'lashadi. Yani nilon, poliester, o'shalardan qilinganlaridan Onlaynda bo'lmasa o'chib turaman. Ha, o'shandan chiqadi. Yaxshi qolmasa o'sha chiqib keladi. Keyinchalik wear out bo'lgandan ham chiqadi. Rahmat.